Bularni ko'rib bitirgan yillarimiz esga tushdi. Yuraklarimiz qandaydir hayajon, o'sha yillarimizni sog'inch hissi tuydik. Farzandlarimiz mana bitirishyapti, Xudoga shukr. Ular ham endi oq kabutar bo'lib, mana shu maktablarni bitirishyapti. Xudo xohlasa hammalari yuzlarimiz yorug' qilib yaxshi o'qishlarga kirishadi. Parvoz maktabni bitirdim. Bu maktab kelajakda men katta yutuqlarga erishishimga yordam beradi. Juda ham katta ahamiyatga ega bo'ldi deb o'ylayman. Alohida rahmat o'qituvchimga aytmoqchiman. Ular ham juda katta yordam berishdi. O'qishlarga topshiryapmiz. Xudo xolasa o'zimda ham, o'qituvchimda ham hamma menga ishongan odamlarning yuzini yorug' qilamiz. Xudo xolasa maktabni bitirib oldik. Endi kelajakda Xudo xohlasa institutga harakat, omadimizni bersin. Meditsinaga. O'qishni bitirdik. Endi Xudo xohlasa mana medinstitutga topshirmoqchimiz. Sizlarni topshirib oldik. Почти sertifikatlarimiz bor. Endi shu imtihonga kirib chiqsak bo'ldi. Juda ham og'ir tashab ketish. Hozir hammamizning ko'zimizda yosh, hammamiz juda ham xafamiz maktab bitirayotganimizdan. Endi Xudo xolasa hammamiz o'qishlarga kirish nasib qilsa hammaga. Jahon tili universitetiga kirmoqchiman. Xudo xolasa byudjet asosida talaba bo'lish hammamizga nasib qilsin. Hayajonlar juda ham kuchli bo'ldi. Rosa hayajonlandik hammamiz. Hamma sinfdoshlarga oq yo'l tilayman. Bu kunlar juda ham qadrli biz uchun, chunki shuncha 11 yil o'qib, shuncha do'st orttirib, ustozlar bilan shuncha yil o'tkazib, albatta his-hayajonlar bo'ladi juda ham va albatta sog'inib qolamiz maktabni. Bu damlar juda ham bizga qadrli bo'lib qoladi albatta. Maktabdan umuman ketkim kelmayapti, to'g'risi, chunki shuncha yil o'qib o'rganib qoldik bir-birimizga, ustozlarga, har kuni kelib, bir-birimizni ko'rib, endi oliy o'quv yurtlariga kirsak, Xudo xolasa, keyin ko'rishib, sinfdoshlarimiz bilan sog'inishib, dardlashib o'tiramiz, Xudo xolasa. Sog'inib qolamiz maktabni. 11-sinf bitiruvchisiman. Men o'zim ustozlarim yordamida va ular bergan bilimlar yordamida Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan top 100 universitetlariga muddatdan avval hujjatlarimni topshirdim va grant asosida qabul qilindim. Ulardan biri Missouri, Minnesota, Cincinnati va Colorado universitetlariga qabul xatini qabul qildim. Xudo xohlasa, eng oliy maqsadlarimdan biri el-yurt umid jamg'armasini yutib, Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, xalqaro student sifatida ta'lim olib, O'zbekistonga kelib, O'zbekiston rivojiga o'z hissamni qo'shish. 11 yillik ta'lim olgan muassasamizda tashab ketish albatta bizga og'ir, juda ham og'ir, chunki yoshligimizning juda ham katta qismi maktabda o'tgan. Maktabda ustozlarimizning oldida, sinfdoshlarimiz bag'rida maktab o'zi bizni katta qilib, shu yutuqlarimizga erishishimizga juda katta hissa qo'shgan. Men Arizona universitetiga $20,000 grant asosida 4 yil o'qishga kirdim. Bu universitet top 300 sadiy reytingga kiradi. Endi hozir juda hayajon kuchli va juda sal stress hissiyot qilyapmiz. Lekin o'ylaymizki, kelajakda juda baland yutuqlarga erishishimizga umiddamiz. Ta'lim muassasasini tashlab ketish juda qiyin bo'lyapti bizga. Hayajon bari bo'lar ekan, har bitta shuncha 11 yil o'qib, bu oilani tark etish bari boshqacha bo'ladi. Xudo xohlasa, ilohim hamma shu 11-sinfni bitirganlar o'zlari xohlagan o'qishlariga kirib, bundan keyin hech kim tarqab ketmasin, ilohim. Hamma shu 11lar bitta oila bo'lib saqlanib qolaylik. 11 yil birga o'qidingiz, 11 yildan keyin ajralish bu juda ham og'ir. Bolajonimni bugun oxirgi kuni 1-sinfda olib kirganimizda kichkina qiz edi. Bugun Xudoga shukr mana bitirishdi. Hali ham hayajondamiz. Ilohim bag'iga endi omadlarini bersin hamma o'quvchilarni. Ilohim o'qishlarga kirib, martabalar ulug' insonlar bo'lsin. Tadbirda o'tirib, ularni nima qilib yoshligimizni esladik. Tadbirda qatnashishlari, ko'zlarida yoshni ko'rib, biz ham beixtiyor yig'ladik. Bu sinfim 1-sinfdan 11-sinfgacha o'zim rahbarlik qildim. Boshlang'ich sinfda to'liq o'qitdim. Allohga shukr, mana hozir xuddi ona qizini turmushga berayotgandek holatni his qilyapman-da. Chunki bular yigitlarim ham, qizlarim hammasi уже bolamdek bo'lib qolishgan, farzandimdek. Bu oxirgi kunda rosa orzu qilib kutishdi, lekin hozir hammasi yig'lab, qanday chiqib ketishni bilmay turishdi maktabdan. Hozir ham hayajon bor. Hammaga iloyim omad tilab qolaman. O'zim tugatdim. Xo'p. Zo'r, faqat oldinga maktab tugadi. O'shanga oxirgi qo'ng'iroq bo'lib bugun неописуемые чувства. To'g'risi. Ana emotsiyalar rosa tepada o'shanga. Hech narsa deya olmayman hozir.
maktab davrini sog'inmaydigan odam bo'lmasa kerak. Chunki eng quvnoq, baxtiyor, beg'ubor paytlar. Maktab birinchi muhabbat, yoshlik, beg'uborlik, sevgini ko'z ochib ko'rayotgan payt. O'zimizcha o'ylaymiz, mustaqillikka chiqamiz, endi bundan buyog'iga oson yashaymiz. Yo'q. Aslida eng beg'uborlik maktab payti. Keyin unda mehnatlar, xizmatlar, tashvishlar, shirin, ba'zida achchiq tashvishlar bo'lib turadi. Lekin hammasiga boriga shukr. Hayotimiz shirin, maza qilib yashaymiz. Maktab davrimiz beg'ubor davrlarimiz. Beg'ubor davrlar esdan chiqmaydi. Aka singil bo'lib maktabda yurganmiz, aka singil bo'lganmiz. Sinfimizda qizlar nihoyatda oz edi. 8 ta qiz bor edi. Shunaqa hurmat qilardik. Hozirgacha esdan chiqmaydi. Aslo. Maktab davrlarimiz eng shirin damlarimiz ekan. Yoshlik damlar. Вы знаете, мы до сих пор сейчас встречаемся с одноклассником. Уже прошло практически почти 50 лет, да? Вот, но мы с удовольствием по-прежнему встречаемся с одноклассниками. И, пользуясь случаем, я хочу передать своим одноклассникам огромнейший привет и самые наилучшие пожелания здоровья, здоровья и счастливого долголетия моим дорогим, моим любимым одноклассникам, моим школьным друзьям. Мои дорогие одноклассники, если вы меня видите, я вам желаю всего-всего наилучшего. Счастья, здоровья, благополучия вам. Пока-пока. 25-mayda shu oxirgi qo'ng'iroqda sinfdoshlar eslaymiz, endi uchrashib ham turamiz-ku. Hozir endi uchrasholmay qoldik. Yaxshi davr, beg'uborlik davri. Endi yoshlikda eng yaxshi paytida endi. Yoshlikni kim qo'msamaydi? Nima bilan, zavq bilan eslaymiz o'sha paytlarda. Qani endi o'sha davrlar kelsa deymiz. Bugun maktab bitiruvchilarni mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan kunini. Hamma hozir endi quvonchli, hayajonli damlar. Hammamiz eslaymiz qachon o'qishni bitirganimiz maktab. Lekin bu sinfdoshlar qadrli, bir-birini eng o'xshamaydigan davr bu. Maktabni bitirganim 30 yil bo'ldi. O'sha davrlarni qani qumsardik, qumsaymiz. O'sha paytlar, o'sha davr sinfdoshlik jumalak davrimizda endi. Sinfdoshlarimiz bilan ko'rishib turamiz, dugonalar, xabarlashib, holidan, ahvolidan xabarlashib turamiz. To'planamiz.